qarab olamiz. Jadvalda siklalkan molekulasida birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari soni orasidagi bog'liqlik berilgan. Unga ko'ra n ni aniqlang deyapti. Mana bu yozuvlar qolib ketibdi. O'chirib qo'yaman. Mantiq, ya'ni logikani ishlatamiz. Siklalkan tarkibida halqasi bor, sikl bor. Xo'p. Birlamchi uglerodlarimiz nimaga teng bo'ladi desa, ya'ni uglerod birlamchilarimiz teng bo'ladi kimga? Ikkilamchini tarkibida birlamchi uglerod bo'lmaydi. Uchlamchini tarkibida, uchlamchi uglerodlarning tarkibida bitta birlamchisi bo'ladi. Halqa bo'lgandan keyin ikkilamchida bo'lmaydi, uchlamchi bitta birlamchini o'ziga biriktirib oladi. To'rtlamchi uglerodimizchi ikkita bog'i bilan halqaga biriksa, qolgan ikkita qo'li ikkita birlamchini o'ziga biriktirib oladi. To'rtlamchimiz ikkita birlamchini o'ziga biriktirib oladi. Ya'ni birlamchi uglerodlar sonimiz teng bo'ladi bitta uchlamchi tarkibidagi birlamchiga va to'rtlamchidagi ikkita birlamchiga teng bo'ladi. Ya'ni formula tuzib oldik mantiq bilan. Xo'p, endi nima qilamiz? Bizda aytyapti, birlamchi uglerodlarimiz x ta deyapti. Bu teng bo'ldi. Uchlamchi uglerodlarimizchi x minus 2 ta deyapti. Unga qo'shaman. To'rtlamchi uglerodlarimizchi 2 baravar bitta to'rtlamchi uglerodda ikkita birlamchi bo'ladi. Shuning uchun 2 ko'paytirib yuboraman x minus 3 ni. Mana shu tenglamalarni ishlaymiz endi. X barobar x minus 2 plus 2x xavs ochadigan bo'lsak, har biriga ko'paytirishim kerak. Misollarda bo'lsa minus 6 ga teng ekan. Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga o'tkazaman. 2x imiz teng bo'ladi 8 ga. X imiz teng ekan 4 ga. Xo'p, x aniqlab oldik, 4 ga teng ekan. Bizda aytyapti, n ni aniqlang deyapti. N bu uglerodlar soni. X 4 ga teng, x 4 ga teng, x minus 2 4 minus 2 2 ga teng, x minus 3 4 minus 3 imiz 1 ga teng. Ya'ni jami uglerodlarimiz esa 11 ta bo'ldi. Javob variantimiz A. Mana bu formulamizga tushunmay qolsanglar, ozgina tasavvur qilasizlar, javobimizni o'zimga yozib yuborsanglar, yana boshqatdan tushuntirib beraman.